Nimaga borgan sari O'zbekiston hududida quyosh paneli ustalariga bo'lgan ishonch yo'qolib boryapti? Hozir shuni asosiy 3 ta sababini ko'rib chiqamiz. Siz ungacha videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Birinchi va asosiy sabablardan biri bu bozorda mutaxassis bo'lmagan ustalar juda ham ko'payib ketganligi. Bunday insonlar hattoki mutaxassislarga ham shubha bilan qarashga majbur qilib qo'yadi. Ikkinchi asosiy sababi esa narx urishi, sifat qurish, ya'ni aholining ko'p qismi sifatli brend mahsuloti turib, noma'lum brend mahsuloti bo'lgan arzonchi tovardan foydalanishi. Bunday vaziyatda buyurtmacha narxdan yutdim deb o'ylaydi, ammo lekin biroq uzoqqa bormaydi. Uchinchi eng asosiy sabablardan biri bo'lsa, bu matematika bilan qonuniy ajrashib ketgan ustalarning sanoqi juda ham ko'pligi. Sababi quyosh paneli o'rnatayotganda uni gradsini juda ham to'g'ri va juda ham aniqligi bilan olish kerak. Agar siz bir necha gradusga xato qilsangiz, quyosh panelingizning samaradorligi juda ham katta foizlarga pasayib ketib qolishi mumkin. Bugun sizlar bilan top 3 ta sabab haqida gaplashdik. Shunaqangi foydali kontentlar yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Aytgancha quyosh paneli o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 2010-yildan beri o'z faoliyatimizni olib boramiz va shu paytgacha birorta obyektimizda muammoli holat kuzatilmagan. Xonadoningiz yoki biznesingiz uchun quyosh paneli o'rnatishni o'z mutaxassislariga ishonib topshiring. Shuhratli savdolar bo'ldi.